Asqar Hikmatov yoki Yigitali Mamajonov? Shu Asqar Hikmatov. Nima uchun? Asqar ancha bundan profilliroq aktyor. Endi Yigitali ham yaxshi, professional, tajribali aktyor, lekin Asqar bilan men bari ko'proq rollar ijro etganman birga. Nima uchunligini aytib o'tiraman men. Yo, endi muxlislarimiz uchun ham qiziq. Nima uchunligi? Qarang. Asqar Hikmatov yoki Akbarxo'ja Rasulov? Asqar Hikmatov. Nima uchun? Zo'r nima uchun dalshi ketinglar. Voy. Asqar Hikmatov yoki Sitora Alimjonova? Asqar. Asqar Hikmatov yoki Yulduz Rajabova? Kim? Yulduz Rajabova. Yulduz Rajabova yoki Sitora Farmonova? Sitor urishadi lekin hozir men Sitora Farmonova demasa u urishib beradi lekin. Men gapirganda nima gapim bo'ladi? Sitora Farmonova. Sitora Farmonova yoki Asal Shodiyeva? Sitor aytdim ko'cha xafa bo'lmaysa. Asal Shodiyeva. Asal Shodiyeva yoki Shahzoda Muhammedova? Bundan tongacha filmida Fatma bo'lib o'ynagansiz. Shahzoda Muhammedova, men aytdim Shahzoda xafa bo'lmasin. Nima uchun? Xafa bo'lmasin uchun. Xafa bo'lmasin deb Bo'ladi u lekin. xafa bo'lmasligi uchun bitta tanlab ketdingiz, ha? Balki shunaqa. Gap bo'lishi mumkin emas. Shahzoda Muhammedova yoki Ra'no Shodiyeva? Ra'no Shodiyeva. Ra'no Shodiyeva yoki Dilnoza Kubayeva? Voy, shu qiyin tanlov bu. Bu qiyin tanlov. Vashi qiyin tanlov bu. Vashi rostdan ham juda ham qiyin tanlov bu. Shu yerda ko'rsatib o'z nihoyasiga yetdi o'rtoqlar. Keyingi sonlarimizni ko'rishguncha. Voy, kimni tanlayman endi hozir? Xo'p. Kutamiz. Voy. Qiyinlik, vashi qiyin to'g'risi. Xo'p, hozir. Tak. Lekin rostdan ham juda mahoratli ikkalasi, juda professional. Menga qolsa ikkalaliga ham yuqori darajali aktrisa. Mayli, Ra'noni aytdik, Kubayeva deylik. Kubayeva. Dilnoza Kubayeva yoki Bobur Yo'ldoshev? Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev yoki Adiz Rajabov? Kim? Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev yoki Ulug'bek Qodirov? Nasa tayyorlanib kelibsan, ha? Juda tayyorlandim to'g'risi. Oldingi qilgan xatolarimni qilmaslik uchun. Yig'ib kelibdimiz. Xo'p. Kim edi? Bobur Yo'ldoshev yoki Ulug'bek Qodirov? Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev yoki Alisher Uzoq? Bobur Yo'ldoshev. Bobur Yo'ldoshev gap bo'lishi mumkin emas. Demak, mana shu aytilgan ro'yxatlar bo'yicha eng ko'p ovoz to'plagan Bobur Yo'ldoshev bo'ldi. Nega shunaqa bo'lmadi? Sen kim hisobladi? Men o'zim hisoblab dedim. Bobur Yo'ldoshev 4 marta tanlandi. Hech naqa bo'lgani, boshqalar ham bor 4 marta tanlandi. Yo'q, to'g'ri, Yulduz Rajabova ham ko'p tanlandi. Hammasi zo'r